Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz yana bir muhim bo'lgan qurilma, sig'im ishlanish qurilmasi pechlar haqida o'rganamiz. Pechlar mahsulotlarni isitish uchun ishlatiladigan qurilma hisoblanadi. Shuningdek, kimyo reaksiyalarni amalga oshirish uchun ham ishlatiladi. Misol uchun, pirog jarayoni reaktiv pechlarda ketadi. Pech tabiiy gaz, ya'ni metan, etan, propan yoki og'ir neft mahsuloti mazut orqali qiziriladi. Bu pechning umumiy ko'rinishi mana pastki qismidan gaz, ya'ni tabiiy gaz va havo aralashmasi beriladi. Bu yerda garlika mavjud. Garlika orqali alanga hosil qilinadi. Pech qiziriladi. Pechni yon devorlari va yuqori qismida quvurlar o'tgan. Shu quvurlarda mahsulot yuradi va qiziydi. Asosiy qismlar pechni radian qismi, mana birinchi qismi. Radian qismida alanga to'g'ridan-to'g'ri yon tomondagi quvurlarga tegadi, ya'ni tegib ishlaydi va yuqori harorat beradigan qism hisoblanadi radian qism. Ikkinchi asosiy qismi konnektiv qism. Konveksiya jarayoni orqali boradi, ya'ni isigan gaz molekulalari orqali quvur ichidagi mahsulotlar qiziydi. Uchinchi qismi esa mo'ri. Mo'ri orqali tutun gazlar chiqib ketadi. Vizual ko'rinishi. Pech ichidagi quvurlar joylashuviga ko'ra gorizontal yoki vertikal shaklda bo'lishi mumkin. Bu yerda vertikal shaklda, shuning uchun radian qismi uzunroq, konnektiv qismi qisqaroq. Mana o'ng tomondagi rasmda mana joylashuv o'rni ichki quvurlar, bu yerda vertikal. Ushbu rasmda esa ichki quvurlar gorizontal holatda joylashgan. Bu pechlar haqida umumiy ma'lumot edi. Mana bunda ham fundamenti, radian qismi, konnektiv qismi va mo'ri qismi haqida ma'lumot bermoqda.